Qayerdan topdinglar ekan xola? Topdi deyishdi. Ash keyin oqtardikda. Keyin YouTube'dan topib oldik. Xo'jayin topib oldi. Kelib bir quchoqlab bir boshqacha ko'rishaman dedim, kayfiyatlarim yo'qotdi. Meni qachon kayfiyatim bo'lmagan? Kayfiyat har Yo'q, sizni kayfiyatingiz yaxshi, bizni kayfiyat bo'lmaydi. Oyisiga shukr. Mana aytib turgizganlarda mani ham oyoqlarim bir chag'i chiqib ketgan o'zlari terganlar, hali uxlab o'ynaymiz deganlar. Aynan, jonimga shukr. Mana bu yaxshi qo'yasiz. 92-yilda. Bir qop suyak bo'lib qolgan. Hamma toshlari singan, son singan, juda chag'lar. Mana yuzlarida dabdala mana shunaqa voy kunlar. O'shaning uchun Dilshodjon shu vadlaga o'tsam qaytishda tuz so'rar edi. Uyga kirib keyin bir choy ichib uni ko'rib, ha? Keyin ketardik. Mana o'sha kunlar tarix bo'lib qoldi, lekin zato mana oldimda yuribsiz. Xudoga shukr, Allohga shukr. Alloh suygan bandasida doktor qo'lingiz yengil. Iloyim, sog' bo'ling.